Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Shu faqat svarka mutaxassisi deganlarga mana shunaqa Samarqand viloyati Narpay tumanidan Faxriddin akam keldilar. 30 kilovatli 500 tonnali suv nasosga berdik. Kimga shunaqa nasoslar qiziq bo'lsa, mana kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Mana nasosimizni umumiy ko'rinishi. Chiqishlari 200 ga 150 lik ikinci suv nasoslari Jizzax dileri sifatida 55 kilovatli nasoslarni o'rniga 30 kilovatga berdik. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa beramiz.